Narxiga va lokatsiyasiga mos bo'lgan, bitta katta oila maza qilib yashaydigan, hamma mebel texnikalari, sharoitlari, parkovkalariga ega bo'lgan kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Olmazor tumani Qoraqamish 1 mavzesi Gulsaroy mahallasida joylashgan. Orientirimiz Grill Bar Andalus Market bo'lyapti. Uyimiz 9 qavatli Novostroykan 4-qavatida joylashgan. 4 xona 125 kvadrat metrdan iborat. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, uyimizni narxini ham aytib o'tib ketaman. Hozir sizlar bilan birgalikda endi uyimizni kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish vxodnoy eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizga shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Chap tomonimizda bo'lsa bitta общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda aristollarigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa shunaqa keng koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Faqat koridorimiz emas, hamma xonalarimiz keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Bu yerda bo'lsa bitta katta zal va oshxonamiz studiya formatda planirovka qilingan ekan. O'zingizlarning xohishingizga qarab, mana shu balkamizdan devor tortib alohida oshxona va alohida bitta zal qorsanglar ham bo'ladi, lekin mana shu variant juda ham zo'r variant. Chunki xonani keng qilib ko'rsatadi. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek, hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qo'rsanglar bo'ladi. Aynan mana shu shkafimizning ichida bo'lsa, uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz o'rnatilgan. Bu yerda iliq poli regulyatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning o'zini iliq poligacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Aynan mana shu xonamizdan bo'lsa, balkonga chiqib ketsa bo'ladi. Uyimizning naq 2 ta balkoni va 2 ta sanuzeli bor. Bu balkonimiz shundoq suvni bo'yiga qaragan. Yoz issiq kunlarida kechki payt mana shu joyimizning o'zida ham maza qilib aylanib yuradigan joy qilingan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, hamma kommunikatsiyalari bor. Deyarli hamma xonalarimizda konditsioner va bu yerda televizorimizni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu texnikalarimizni ham hammasi qoladi. Bu yerda bo'lsa ikkinchi общий sanuzelimizda joylashgan. Bu yerda kir mashinagacha o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa dushavay kabinkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bitta spalnyamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni zal qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Aynan mana shu xonamiz orqali ham balkonga chiqsa bo'ladi. Bu uyimizning ikkinchi balkoni bo'lyapti. Bu balkonimiz bo'lsa katta yo'lga qaragan. Ko'rib turganingizdek, xavfsizlik uchun shunaqa xavfsizlik panjaralarigacha o'rnatib qo'yilgan. Uyimizda tayyor ta'mirlangan holatda chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan ekan. Bu yerda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Bu spalnyamizda ham shunaqa o'zini kravati, bu yerda shkafi va bu yerda tryumosigacha o'rnatib qo'yilgan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Koridorimizning oxirida ham bu yerda spalnyani ko'rishingiz mumkin. Bu xonamiz ham tayyor spalnya naborlariga ega. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin rangli ishlatilgan, ko'proq oq rangli ishlatilgan ekan. Koridorimizning eng oxirida bo'lsa, bu yerda garderobni xonamizni ko'rishingiz mumkin. Tayyor shkaflarigacha o'rnatib qo'yilgan. Juda ham fayzli xonadon. Uy egalari bu uyimizni $138,000 deyishyapti. Yana ozgincha kelishadigan joyi bor ekan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu Novostroykamizni o'zini zelenoy zonalari, детская plощадkalari va avtoturargohlarini ham ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu xonadonimizga tegishli o'zini avtoturargohi ham bor. Mana shu avtoturargoh ham xonadonimizga qo'shib beriladi. Novostroykamizni shundoq yonidan bo'lsa suv oqadi. Yoz issiq kunlarida nisbatan salqinroq bo'lib turadi. Yoz issiq kunlarida maza qilib dam olib yuradigan joy qilingan.
Uyimizning atrofida bo'lsa, maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa chiroyli Novostroykadan kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.